Endi bugungi hikoyadan boshlab kelsak, bu bir qizning boshiga kelgan ekanda, bu qizning opasi tuyuqsiz boshqa bir shahardagi do'stining qaytish bo'lgan xabarini anglaydi ekanda. Shuning bilan men o'sha o'limga berib kelmasam bo'lmaydi. Meni poyezd stansiyaga olib qo'yinglar deydigan, shu bu qiz bilan dadisi opasini ilib poyezd stansiyaga bordi ekan. O'sha yo'lga setir ekanda. So'ngra bir hafta dadisi bilan yashaydi ekan. Bir haftadan keyin opasini keldigan kuni men kelaman, meni og'il chiqinglar deydi ekan. So'ngra ma'qul deb chiqdi ekanda, qish vaqt ekan u. So'ngra poyezd to'xtaydi ekan, bular jiraqtimda qarab tursa, opasining kiyimini kiygan bir aylan tushdi ekanda poyezd. Endi ketgan vaqtida kiygan qizil paltomi, ashtaq birni kiyib olgan ekan. Opam tushdi deydi ekan, shundan bilan u ayolni ko'rib bular tarafga qarab keldi ekan, shu yaqin kelganda qarasa, bu ayolning chiroyi o'zining opasi emasdan o'xshamaydi ekan. Shunga "Hey, bu mening opam emas ekan" deb qoldi-ki, "Ang'ich bu ayol keliblar, yaxshi donglarmi?" deb bular bilan ko'rishayotganda, dadasi "Men kelib oldingmi, ishlar tugdimi?" deb so'raydi-ki, "Keldim" deb, "Voy, siz-chu" deb qizni akiltib ketdi ekan. Ammo bu ayolning chiroyi emasda o'zining opasi. Bu qiz bir xil bo'lib qoldi-ki, "Bu mening opam emas-ku" deydi ekan. Dadasiga "Bu opam emas desa, men qiznim" deydiganda, "Qizib qolmagansiz siz" deb dadasi bir xil eranishmayotganda, qiliq chiqarayotgan o'xshaydi deb. Sonra bular uyga yenib keldi, yenib kelgandan keyin bu mo'malarimni ko'rib, hech qanday benormallik his qilmaydi ekanda. Xuddi bu ayolning chiroyi burundan mushtaqdeklar. Lekin bir mushu qizning esida aşı burunqi ketgan opasi esida borda, ma ayolni tonimaydi. Balki buni cho'nglog'i desa, "Voy, nega unda qiliq chiqarmang? Qizib qolmagansiz" deb boshda o'tkazib ekan. Bu qiz ham haqni ishondirolmaydi ekanda. Sonra bu ayol şu uyda yaşaydı ki, burunqi opasiga mijozancha o'xshamaydi ekanda. Dadasi bor chaqda bu ayol yaxshi muomala qilgan, dadasi yo'q chaqda qo'pol muomala qilgan bu qizga. Sonra bu nima shok ketdi deb bu qiz hech kimni ishondiramay bir kuni mo'misini berib, albomni aqtirdi ekanda, burunqi rasmlar bormi deb. Aqtirsa shu o'zining kichik vaqtida tushgan rasmlarda ham opasining chiroyi hozirgi vaqtida u o'zining esidagi u opasining chiroyi yo'q. Şu aqtirib bir chada bir rasmni ko'rib qoldi ekan. Qarasa, o'zining opasi shu yerda turgan. Yanada hozir opasi borda. Shu o'sha rasmni ko'tarib chiqib, mo'masiga ko'rsatgan. "Mo'ma, mana mening opamti. Men burun mushuni opam deb yuribdim" deb. Degandan keyin, "Ey, ma qiz, nima deydiganda? Bu opangiz emas, sizning opangizning do'sti, opangizning tugab ketgan do'sti. Mush qiz, mushu ayol shu. Aldım gittim opamız şu aşı dostuna ölümüge berip kelgan bu deydi ekanda. Endi aşı necha oy burun qatnash vaqasida qaytish bo'lgan ayol aşı rasmdagi ayol shu ekan. Lekin bu qiz mening opam deb kelayotganda ayolning chiroyi yostiqdi. Keyin bu qiz almashqandek bo'lib, "Yendiki ayol qaytib keldi ekan, mana hammasi mushu deb bir mushu qizning esida aşı burunqi chiroyi qilib qolgan ekan. Mana bu birinchi hikoya. Endi ikkinchi hikoyada bo'lgan to'rdishimiz shu kichik vaqtida cho'nglari bilan mo'mlarni yuboradi ekanda. Berib, endi shu mahalda bir sarang bor ekan. Sonra bular paranglashib o'tirib, shu sarangdan gap chiqib, endi orasida sho'qroq bolalar bor o'xshaydi. Ashni yana teriktirib boqmamdi. Qocha olaymiz-ku, u bizni qancha qo'g'laydi deb deyishdi ekan. Deyishib, boramiz, ashla malsik boramiz deb, mushu qizni evilib, bular bir eshak arabasida şu sarangdan malsik bordi ekan. Berib, shuning bilan eshigini oldiga berib, "Sarang chiqa, sarang" deb boshlab vaqiraydi ekanda. Boshda opasi chiqib, "Ey, ma bolalarni nima deyapsiz? Ketishamiga. O'lgin kelgan bo'lsa, vaqirab bo'lmas ket" deb opasi aytdi ekan. Bular chatda qo'yib, "Sarang" deb devagandan keyin bu sarang endi qayerdan chiqqanda bular uxmay qoldi ekan. Sal qorong'i tushgan vaqtga bu. O'sh itilib qo'g'lab chiqdi ekanda bularni. Şundan bilan bular o ilk eshak arası bilan kari yo'q. Pertlik mushu ko'chadan bir tarafga qochdi ekan. Bularning orasida ham eng kichik, eng ojiz mushu qizda. Bu qizni ham birisi tatib olmaydi ekan. Mushu qiz yugurib, ularning keyinda qoldi ekanda. Keyindan sarang yugurib keldi ekan. Sonra kelib ular bir ko'chaga agil ketdi ekan. Bu qiz shu ko'chaga agilay degan kelgan vaqtda bu sarang shu keyindan bu qizning chechini tutib oldi ekanda. Tutulub boştaqlı bir tatlı ekan, bu qizning keyiniga san turilib, o'g'li sig'ijib ekan.
Aşı çağda hem bu sarağının çırayını gördükende o çıray hazır çıkalamay ketmeydi dedi. Bu aşı külüp, şu ağzı kulkuğu yetkide kop ketkenkende ağzı şunçilik çoğun deydi. Xudu bir adam emestek açta çoğun içilip gitti, bunun ağzı külüp. Ondan közleri degen şu yoğan, burunun töşküm şunçilik yoğan açtak göründü. Şimdi koq ketkende şunda göründü bu yaras açtak mı? Boş başta küldükende. Külüp bu kız taraf qarab keldi. Kelgende bu kız qo'rqib, bir yerlarni izlab qarasa qo'liga bir kesakning parchasi chiqdi ekan. Ashuni beshig'i challab birini atar ekanda, assam o'sha qapoq tarafga tegib bilan buning qopig'i yerilib, yuzidan yerim qon o'kib ekan. Qon o'kib kelsimi, bu xuddi sezmagandek, o'sha tishlari ochiq, og'izlari ochiq kulgan holatda. Keldi ekanda. Kelgandiki bu qiz qo'rqib, ustida jonni qamayotgan, keyin tejib tirajab ketar ekan. Aşı çağda bu gaqildi ekanda, men seni xotun qilaman. Ben seni mishkabga qachalab ekitib uyga xotun qilib olaman deb boshda gaqildi ekan. Bu qizning qo'rqib endi jonpayil chiqay deb qolgan vaqtda ashu ko'cha qarildigan yerda do'qmishda bir buvayning uyi bor ekan, shu buvay chiqib qoldi ekanda. Chiqib ashu qo'lda teshang'ami, bir nomus pig'ami bir bilan bu sarangni keta deb qo'g'laydi ekan. U xap deb ketar ekanda, uy kirib ketar ekan. Şunun bilan bu qiz ham uyda qattiq qo'rqib ketgan bo'lganki, bu buvay uyga kirib yuzlariga sularni chechib, "Voy qo'rqmang bo'ldi, ishonmaydi" deb. Kimning qizi siz desam da u malik emasda bu qiz. Mo'mizning uyi baxim. O'zidan palonchining nevrisi desa, "Bo'ldi, men sizni olib kirib qo'yay" deb uyiga akildi ekan. Shu akaga vaqtda iliq bolalar Harun eshak tashlab qo'yib eshak varani. Mayilisiga yugurib ketgan ekanda. Shuning bilan bu qiz kelganda ulam xotirjam bo'ldi ekan, shuning bilan topshirib o'tib, bu buvay yenib keldi ekan. Endi shu kuni kechda bu qiz qattiq qo'rqib ketgan bo'lg'ach, qizib, og'rib, faqat yaxshi uxlay olmaydi ekanda. Uning ustiga kechada bularning shu mo'msin uyda bir tog'isi bor ekan. Tog'isi u kuni kechda ishligilchi ketgan ekan. Lekin kech uyg'on vaqtda tog'isi ishkini tak chekib, "Ichinglar, men keldim" deb shundoq qildi ekan. Endi shu tog'isidan ayol berib ishni ochay desa, mo'misi to'xta, ochma, u kelmaydi bundaq vaqtda, ishdan kelib bizga kelma deydi. Birdan saqlab qo'ying desa shu tak urib, ikki qitim chaqiramdi ekan. Lekin yo'qolib ketar ekanda bu ovoz. So'ngra bu ish shundoq o'tib ketar ekan. Bu qizning cho'ng ta'tillar to'shib cho'nglar o'zining yurtiga ektar ekan. Lekin bu qizlar shuningdan boshlab mush kech jo'ylaydigan, tushsaylis qiladigan ashundoq bir asorat qilib qoldi ekanda. Ham bu qizning tini ojizlashga boshlaydi ekan. Uyqusi yaxshi emas, tomiq yaxshi emas bo'lib, ardın neçiler ötkidik ya. Bularni doktorlar ko'rsatdik ya, ko'rsatsa, qalayim qo'ya kichik taratib qo'yibdi deydi, "Voy, yana unda qilmaganda yoshda qipsiz" deb. Ashuni davolaydi, foydasi bo'lmaydi ekan. Yana birisi ko'rsatsa, "Sizning kayningiz og'irlar kiryapti, davolaymiz" deydi, yana foydasi bo'lmaydi ekan. Ashta qilib bu bir necha yil jarayonda bu qiz hamda o'sib atgan qiz shunchalik ojizlab ketgan ekanda, oxirisiga kelganda hamda tomoqni geldan o'tmaydigan darajaga kelib qoldi ekan. Hech qanday bir davo topolmaydi ekan bu qiz. Shuning bilan bular izda oxiri bir yerdan bir mo'mayin topadi ekan. Bu mo'mayin shu chog'larda 60 necha yosh o'xshaydi. Ko'riblar bu qizni, "Voy, bu qizni tas qopdi, akitib qoldi. Yadimi meni bayqib tepibsizlar, bo'lmagan bo'lsa, bu qizni akitibdi ekan, bu qiz yo'q bo'lib ketadi ekan. Meni yonimda tursin, men bir necha kun davolayman" deydi. Bo'ldi deb bu qiz endi davolandi ekanda shu yerda. Shu bu mo'may davolagan kuni kechda siz uxlash kiyimingizni kiyib, bugun kiyib kelgan ko'ylagingizni menga bering dedi ekan. Bu ko'ylakni bersa, mo'may shu ishning oldi tarafga esib qo'ydi ekanda. Bu kun endi shamol chiqmagan bir kunga bu qiz derazadan ko'ylakini ko'rib turdi ekan. Boshqa hamma medirmaydi ekan, daraxtlarning yo'pirmoqlarini medirmaydi ekan, lekin bu ko'ylak bo'ronda qolgandek, mushtaq u yoqqa, bu yoqqa shamol urayotgandek işte yelpinib ketar ekanda. To'g'ri deb bir xil bo'lib yetib oldi ekan. Shu ertasi chiqqan qopqa vaqtda mo'may ko'ylakni uyga akirsa, bu ko'ylak xuddilik cho'qchib ketgandek, o'tma to'shib ko'p ketgan ekanda. Bo'ldi deb u kuni u ko'ylakni asta qo'yib qo'ydi ekan, bu qiz boshqa kiyimlarni, uxlash kiyimlarini kiyib yurdi ekan. 3-kuni kechda bu mo'may iliq ko'ylakni chiqarib, "Meni uxlash kiyimingizni ustiga kiying" deb kiyimini ustiga kiydirdi ekanda. Ankin men bilan yanimda deb bir uydan 500 metr nariga berib bir tog' ko'rinadigan bir yo'lga keng bir.
eşek kelgan vaqtda bir piyolada bir suv berdi ekanda. Mushuni siz qo'lingizga ilib, yeg itib chiqib yetasiz. Ondan keyin mana teşhirik ko'ynakni sip yeg tashlaysiz. Ondan shu uy tarafga qarab mangsangiz bo'ladi, keyningizga qaramang deydi ekan. Sonra bo'ldi deb bu qiz suvni ip chiqib yetir ekan, darhol teşhirik ko'ynakni sip tashlaydi ekan. Ondan burilib uy tarafga qarab mangdi ekanda. Bir 5 metr mang'andan keyin shu mo'mayning gapini anglaydi ekan. Mana sening ayoling mushu, uni ayolim deb bunday qilsang bo'lmaydi. Endi hargiz avar qilma degan gaplarni anglaydi ekan, lekin kimga qilayotganini bu qiz uqmaydi. Shu uyga kelib keldi ekan, bu mo'may 20 soatdan keyin uyga kelib, endi bo'ldi, endi o'ng'ishilsa uxla deb uxlatib qo'ydi ekan, uxlang deb. Shu ertasi qo'rqqan vaqtda choy ichib o'tirgach, endi bir dori bir nimani qilib turdi ekan. Shularni yeb bo'lgan ekan. Endi o'ng'ishib ketsiz dedi ekan. Rost degandek, cho'nglar kelib aytdi ekan. Uy kelgandan keyin unda jo'ylaydigan unda qishlari tugaydi ekanda. Ondan keyin bu mo'may her yili bir qatam meni aynam kelib bir 3-4 kun turib ketsiz. Bo'lmas bo'lmaydi. Meni davolashimning kuchi yo'qolib ketdi deydi ekan. Mana hozirgacha u yatishib o'pdi. Bu qiz har yili shu mo'mayning ayniga berib 3-4 kun turdi ekan. U mo'may hozir qerib ketdi. Endi nima ish bo'lganki desanglar, hali bolani, sarg'ab ketgan bolani ağınla eketken ekanda, ekitib o'zining tarafga turg'izib, oxirida shu meni unutildirib etgan bu ish qilib siqram qilib o'tib, bolani dapiramaydigan o ishlarni ekib qo'ygan ekan. Ekib qo'ygan bilan bular shu bolaning ichiga kirib chiqib yurdi ekanda, atrofida yurdi ekan. Mushlar terik bag'al vaqtda mushu qizni ichiga kirib olgan yaxshi ko'rib qilib, bek eskiga ular. Keyni kirib olgan ekanda. Bular ekitme deb ekitamaydigan o'xshaydi, shu keyni kirib ojizlashtirib ondan ekitgan o'xshaydi. Shu oxirida ekitilgan oz qolgan vaqtda shu mo'may uchrab qilib, bu mo'may ham ashunga amallarni qilib, to'g'rilarni qilib saqaytib olgan ekan. Lekin uni endi biroq yo'q qilyapmadi-da, shu har yilda bir qatim berib, ashada to'g'rining kuchini kuchlantirib qaytib kelsa bo'ldi ekan. Yaqinda endi bu qiz tuyuqsiz bir kuni kechda jo'yilib chiqib o'rnidan turib, keyindan dadasi chiqib qarasa bir daraxtning tagida o'tirgan ekanda. Bu qizning iliqi ishlari yana boshlandimi nima deb, shu mo'mayning yoniga bir berang deb bu qizni avatirga basa, u mo'may sizga birisi qas qilibdi deydi ekanda. Bu qanday qasga desanglar, bu qiz uni oldida bir to'y qilgan ekan. Endi bu tekkan bolasi yaqinda hamjinis ekanda. O'g'illarni yaxshi ko'radigan bola ekan, bu qizga chandamay to'yini qilib olgan ekan bola. Shunda shu turmush tutayotgan vaqtida bir yerda bir ish qilib, bir adam bor eshagi boraman deb bu qizni ip eshak bo'lgan ekan. Bo'lgan vaqtda u adasi, men maoshni bejiritib, bunday qilma bir soat telefon paranglasa, bu qiz bu boshliqqa sho'xish deb o'ylab qolgan ekan. Amaliyotda u bir eski doktor ekanda. Uni bunga chetib qo'ydigan, choplab qo'ydigan, gapini anglaydigan qilib qo'ydigan doktor ekan. Bu bola bu qizni qilib olgan ekanda, lekin bu qizning badandagi mo'mayning dorilar bo'lg'achqa bu qiz o'tmagan ekan. Shundan keyin bular bir oy turib, bu qiz o bolaning hamjinsligini uqqandan keyin bo'ldi, men ajrashaman deb juda qildi ekan. Shu chaqda bu bolaning opasi bilan shu bola ayolning hadisini berib, shu qizni bir qaslab, yaxshi kun ko'rmaydigan qilasizsiz deb Aşı ikisi qas qilayotgan ekan. Shuning bilan qanday qilmay desa, sizning shundaq shu uyingizning bir yerida bir qo'nchoq bor. Shu qo'nchoqni tepib, shu qo'yanchidek bir yerga olib tashlab yotsangiz, o'ng'ishilsiz deydi-ki. Shundan do'sti bilan berib, o'zing o'jursinmi, shu bir yerda to'y ajrashmagan vaqtida qilib qo'ygan narsa u. Qarasa rostiyanda bir kichik qo'nchoq chiqdi ekan. Shuni olib turib tashlab ketib, hozir xeyli yaxshi bo'lib qoldi-da, u qaslari yo'qolibdi. Shunga endi bu qiz yana shuni asartidan, qaslarning asartidan ancha qutulib bo'lamabdi. Mo'may, sizga men bir uxlash kiyim tikib berman, shuni kiyib yotsangiz, hech nima bo'lmaysiz deb hozir shuni tikayotgan o'xshaydi. Buni tikib bo'lsa, bu qiz shu kechda uxlash dorilarini yeb, uyqu dorilarini yeb uxlayotibdi. Bu ishlarning yaxshi bo'lib ketishini umid qilamiz. Amsa bugungi hikoyam bo'lsin.